Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Bu darsimizga xush kelibsizlar. Bu darsda sizlar bilan qanaqa qilib $1 million xususiy maktab ochish haqida gaplashamiz. Qisqacha bu darsda biz sizlar bilan nimalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda biznesga kirib kelishim, men qanaqa qilib biznesga kirdim va bundan siz o'zingizga kerak bo'ladigan xulosalarni chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Ta'lim bozorini raqamlarda ko'rib chiqamiz. Tadbirkorlarga kerak bo'ladigan o'zimning tajribamdan kelib chiqqan eng kerakli xislatlar, xususiy maktab ochishdagi xatolar, o'zim qilgan xatolarni sizlarga aytaman. Sizlar ham shunaqa xatolardan qochishlaringiz uchun. Xususiy maktab ochish ketma-ketligi. Demak, shu narsalarni bugungi darsimizda ko'rib chiqamiz. Iloji bo'lsa, yonlaringizga daftar ruchkalaringizni olinglar yoki yo'lda ko'rib ketayotgan bo'lsangiz yoki qayerdadir ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta videodan kerakli joylarni o'zlaringizga screenshot qilib, konspekt qilib boringlar. Chunki juda ham foydali ma'lumotni sizlarga berishga harakat qilaman. Xo'p, biznesga kirib kelishim qachon va qanaqa qilib men xususiy maktab va bog'cha biznesiga kirib keldim. Ko'pchilik biladi, 2016-2018-yillar har xil o'quv markazida ishlaganman va o'sha ishlab yurgan paytlarimda oilamizda moliyaviy qiyinchilik bo'lgan va shu sabab bo'lib men biznesga kirib, o'sha moliyaviy qiyinchilikni qarzi to'lashimga to'g'ri kelgan. Ya'ni shuni niyat qilib men biznesga kirganman va o'shanda $60 ming qarz olib birinchi o'quv markazimni Drujbada ochganman. Bu haqida ko'pchilik biladi. Va qachon o'zi men xususiy maktabga kirib keldim deb so'raydigan bo'lsangiz agar, bu narsa 2018-2021-yilda shu o'quv markazlarimiz soni 5 taga yetgan paytda bozorda xususiy maktab va bog'chalar ko'payayotganligiga ahamiyat berganman. O'shanda men o'zi analitik odamman, ya'ni raqamlarni yaxshi ko'raman. Yangiliklarni juda ko'p o'qirdim. O'sha yerda ko'rgan paytimda kunuzda hali ham eslayman, ko'rganman, O'zbekistonda tug'ilishlar soni 1 millionga qarab yaqinlashyapti degan yangilik chiqqan va bozordagi boshqa o'zgarishlarni, ya'ni bu xususiy bog'cha, maktab ochishlarni ko'rganman. Demak, tez orada yaqin yillarda xususiy bog'chalar, maktablar ko'payadi. Chunki davlatning o'zi ham, demak, subsidiyalar beryapti, bog'cha maktablarga yerlar beryapti deganmanda, aynan o'sha bozordagi o'zgarish va raqamlardan qarab bu sohaga, ya'ni aynan o'sha o'quv markazidan bog'cha, maktabga o'tishga qiziqishim kuchaygan. Birinchi bog'chamizni 2022-yilda Muqimiy mostini yonida ochganmiz va nomini Thompson Land deb qo'yganmiz. Ya'ni o'quv markazimizda Thompson School bo'lgan bo'lsa, buni o'shanga o'xshatib Thompson Land, ya'ni Thompson bolalar bog'chasi ochilgan va eng yomon tarafi, birinchi bog'cha ochgan paytimda 6 oy biz minusga ishlaganmiz. Ya'ni daromadimiz bo'lmagan, o'quvchi yig'olmaganmiz va har xil yo'llarni o'shanda test qilganmiz. Birinchi maktabimizni esa 2021-yilda Navoiy viloyati, Navoiy shahrida davlat xususiy sherikchiligida qilganmiz. Lekin u maktabni ochayotgan paytimda moliyani to'g'ri taqsimlamaganman va shu sababli maktab binosini, ya'ni yarmini bitirib ish boshlashimizga to'g'ri kelgan. Shu o'rinda Mark Zukerbergning bitta gapini juda ham yaxshi ko'raman. Mark Zukerberg nima deydi? Katta muvaffaqiyatga erishishning yagona yo'li bu katta tavakkal. Men hozir bilaman, shu videoni ko'rib turganlarning ichida ozgincha bo'lsa ham qo'rquv bor. Hozir maktabga shuncha pul tiksam, bog'chaga shuncha pul tikadigan bo'lsam agar, ertaga bo'lmay qolsa-chi degan bir ichida qo'rquv bor. Menga ishoninglar, shu birinchi o'quv markazimni ochayotganimda ham shunaqa qo'rquv bo'lgan va hozir mana 20 ta bizning fillarimiz bo'lsa, 20-sini ochayotgan paytimda ham aynan o'sha tavakkalchilik bir bo'lganda, ya'ni qo'rquv bo'lgan. Shuning uchun ham bu normal holat. Mark Zukerberg o'zi shunaqa deb turibdi, demak, tavakkal qilishdan albatta qo'rqishimiz kerak emas. Xo'p, maktab va bog'cha ochayotgan paytimda menda qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? O'zimning tajribamdan o'tgan qiyinchilik va muammolarni sizlarga aytib o'taman. Konspekt qolinglar aytganimdek. Shu muammolar sizlarda bo'lmasligi uchun birinchi banda bo'lgan muammo bu o'sha loyihani boshqaruvini tushunmaganligim uchun. Ya'ni deylik, men maktab ochaman, maktabda o'zi qanaqa administrativ xonalar bo'ladi, oshxonasi qanaqa bo'ladi, binoni qanaqa bo'lishi kerak, shu haqida menda tushuncha bo'lmagan. Shuni o'rganishim va qilishim uchun juda ham ko'p vaqt yo'qotganman va o'sha ijara pullarim ham juda ko'p ketgan. Ya'ni biz belgilangan muddatda remont jarayonida ancha bizda oshib ketgan va ta'mirlashga 2 barobar ko'p pul sarflaganman. O'sha birinchi maktabimizda Navoiydagi maktab bo'lsa, o'sha yerda remontini qilayotgan paytda boshida qiziqishga har xil narsalarni test qilganmiz-da va 1 yil o'tar o'tmas u qilgan remontlarimizni noto'g'riligini, ya'ni maktab bolalar uchun bir
prochniy bo'lmagan, ya'ni mustahkam remont bo'lmagan, juda ko'p narsa o'sha sinishi, buzilishi yoki ishdan chiqishi boshlagan. Shuni hisobiga biz yilning o'rtasida yana bir marta remont qilishga, yozda yana bir marta qilishga, ya'ni remontga qayta ta'mirlashga juda ham ko'p pul sarflaganmiz. Agar shu narsaga e'tibor bermaydigan bo'lsangiz, sizda ham aynan shu muammo bo'ladi. Keyingisi bu jamoa yig'ishda muammolar bo'lgan. Ya'ni mana yangi maktabda qanaqa, masalan, direktorning KPI qanaqa bo'ladi, zavodchi oyligi qanaqa bo'ladi, ularning bonusli sistemalari qanaqa bo'ladi yoki ular o'zi nima ish qilish kerak, nima qilsa to'g'ri yoki nima ish qilish, levi qilish yo'llari nima, demak oldini olishim kerak bo'lgan. Shu narsalarni ham boshida tushunmaganman. Ya'ni so'rab o'rganishimga ancha vaqt va kuch ketgan va eng bitta yomon tarafi jamoa yig'ishda, bilasizlar, maktabda baribir yoshi katta, bir tajribasi bor xodimlarni ishga olishlaringiz kerak. Aynan o'sha paytlarda tajribasi bor yoki qanaqadir bir o'sha maktablarda yoki bir hududda statusi bor o'qituvchilar, yoshi katta o'qituvchilar bizlarning komandaga o'tishga rozi bo'lmagan, chunki bizning brendimiz hali yangi, ishonch bildirishmagan. Bu katta ehtimol bilan sizlarda ham bo'ladi. Buni ham oldindan hisobini olib, nima qilsam yaxshi tajribasi bor xodimlar menga o'tadi, qanaqa qilsam kuchli jamoa yig'a olaman degan narsalarni o'zlari uchun hal qilishlaringiz kerak bo'ladi. Marketing va boshqarishdagi qiyinchiliklar, biz boshida o'ylaganmizki, o'quv markazida qilgan texnikalarimizni maktabda ham o'qishaydi deb o'ylab o'sha texnikalarni ishlatganmiz va bu orqali marketingga juda ham katta pulni xato sarflaganmiz. Undan tashqari, masalan, maktab, bog'cha ochgan paytimizda o'quv markazimiz ham bo'lgan, bizda har xil o'sha nishalarda biznes qilishni boshlaganmiz. O'quv markaziga bo'lgan e'tiborimiz kamayib ketib qolganda, maktab, bog'chaga ko'proq e'tibor berishni boshlaganmiz. Shuni hisobiga o'quv markazidagi operatsion boshqaruv ozginagina bizda orqada ketgan. Agar siz o'quv markazidan maktabga o'tmoqchi bo'lsangiz, bu muammo sizda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni buni hisobini oldindan olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni komanda nuqtai nazaridan yoki o'sha vaqtingizni qanchadir qismini o'sha hozirgi bor o'quv markazingizni rivojlantirishga, qanchadir qismini maktab va bog'chaga yo'naltirishingiz kerak bo'ladi. Moliya taqsimlashdagi qiyinchiliklar, oldin o'quv markazi bilan ishlab yurgan paytimda masalan 80 ming, 100 minggacha bo'lgan investitsiyalar bilan ishlaganman. Lekin birinchi marta umumiy men uchun mutlaqo yangi bo'lgan maktab yo'nalishiga o'tgan paytimda o'sha 1 million dollarlik investitsiya bilan ishlashimga to'g'ri kelgan va bunda men aytamanki, juda ham bir katta moliyani bo'lishda menda qiyinchiliklar bo'lgan. Chunki baribir 1 million dollar pul katta pul va siz uni 1 yil, 1,5 yil ichida o'sha maktab remontiga, mebeliga, boshqa narsalariga ishlatishingiz kerak. Hozir siz ham maktab qiladigan bo'lsangiz agar, o'sha boshida hisoblagan pulingizdan ancha ko'p pul ketadi. Chunki men boshida hisoblagan paytimda 6 milliard, ya'ni taxminan bir 500 ming pul yetadi deb o'ylaganman. O'shanda ham lekin bizlarning smetamiz bo'lgan. Ustalarga qancha beramiz, mebelni qanaqa qilamiz. Lekin faktichki o'sha ishni boshlagan paytimizda undan 2 barobar ko'p pul ketgan. Shuning uchun ham bu narsada ancha o'zingizni o'sha zapazingiz bilan olishingiz kerak bo'ladi. Endi bu qilgan xatoliklarimdan shuni xulosa qilamanki, agar shunaqa qiyinchiliklar bo'lishini bilganimda, bu loyihalarimni umuman boshlamagan bo'lardim. Odamzod shunaqaki, agar muammo unga bitta berilsa, u uni sabr bilan chidab bittalab yechadi. Lekin agar sizga oldindan mana shu muammolaring bo'ladi deb turib kimdir ko'rsatsa, katta ehtimol bilan siz u proyektni boshlamaysiz yoki u narsani qilishga ko'zingiz yetmaydi. Shuning uchun ham agar qanaqadir muammolar bo'layotgan bo'lsa, bu muammolar hali ham bizda bor. Ya'ni qanaqadir darajadagi muammolarni hozirgi paytda ham yechishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham ahd qildingizmi, qat'iyat bilan bu narsada davom etishingiz kerak bo'ladi. Endi mana 7 yil o'tdi, mana shu loyihaga, ya'ni o'quv markazidan boshlab bog'cha, maktab qildik. Bugungi kunda filiallarimiz soni 20 tadan ko'p. Shu 7 yil ichida oddiygina, kichkinagina qarz bilan boshlangan biznes bugun qanaqa natijaga chiqdi? Shu narsani kelinglar sizlar bilan bitta ko'ramiz. Ko'pchiligi menimcha motivatsiya bo'ladi. Bugungi kunda bizning respublika bo'ylab 10 ta o'quv markazimiz bor. Ya'ni hali ham bizning o'quv markazlarimizda o'quvchi yoshlarimiz ingliz tilidan kelishadi, o'rganishadi va bu 10 ta tasavvur qiling. Xususiy bog'chalarimiz bugungi kunda 4 ta, ya'ni 4 ta xususiy bog'chamiz bor va 3 ta xususiy maktabimizda bor bugungi kunda. Boshida mana shunaqa qiyinchilik, bir tajribasizlik bilan boshlangan biznes to'g'ri yo'naltirilganligi uchun, to'g'ri jamoat tuzilganligi uchun
demak, to'g'ri yo'nalishda strategiya bilan rivojlantirilganligi uchun mana shunaqa natijaga chiqa oldik deb aytamiz. Va bugungi kunda mana shu loyihalarimizda 600 dan ortiq jamoa ishlab keladi. Ya'ni Thomson o'sha klasterida ta'lim loyihasida 600 ta, men bu narsani sizlarga aytaman, o'sha boshda boshlayotganimda kimdir bir kun kelib 600 ta xodim seni qo'lingda ishlaydi desa, men to'g'risi o'zim ishonmagan bo'lar edim. Endi sizlarda shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Shahrzodga siz boshlagan payti 2018-yilda yoki o'sha 2021-yilda o'sha o'quv markazida ham, bog'chada ham, maktabda ham raqobat bo'lmagan. Hozir raqobat juda ham kuchli, xususiy maktablar ko'p deb aytishlaringiz mumkin. Lekin har bir loyihani boshlayotgan paytimizda bozorda har doim raqobat kuchli bo'lgan va hozirgi kunda sizlar biladigan o'sha brend darajasidagi korxonalar, o'quv markaz, bog'chalar o'sha paytda ham bo'lishgan. Lekin men sizlarga bitta narsani o'zimning tajribamdan aytamanki, istalgan bozorda raqobat kuchayib boradi. Keyingi raqobat kuchli bo'ladi. Lekin bitta narsani bilinglarki, keyingi yil bu yildan ko'ra ko'proq imkoniyat sizda bo'ladi. Shu narsani ham tushunishingiz kerak. Buni endi boshlayotgan bo'lsangiz, hozir sizga sal tushunarsizdek tuyulishi mumkin, lekin 1 yil, 2 yil, 3 yil ishlagandan keyin, tajribangiz bo'lgandan keyin bozorni hajmi kengayib ketayotgani hisobiga albatta demak sizda ko'proq imkoniyatlar bo'ladi. 7 yillik tajribam va shunaqa loyihalarni boshqarish orqali aynan ta'lim yo'nalishidagi tadbirkorlarga 3 ta maslahat bermoqchiman. Birinchisi bu jasorat va tavakkalchilik, ya'ni shu xislat sizda bo'lishi kerak, moslashuvchanlik sizda bo'lishi kerak, intizom va sizda bardoshlilik bo'lishi kerak. Bular nima degani? Kelinglar bittadan qisqacha men sizlarga aytib o'taman. Jasorat va tavakkalchilik. Har qanday biznesda tavakkal qilishga to'g'ri keladi. Tavakkalsiz biznes yo'q. Ya'ni u biznesda risk yo'qmi? Demak, u yerda katta foyda bo'lmaydi. Shu narsani tushunishingiz kerak va shunaqa bo'lishini bilib turib, qiyinchiliklardan qo'rqmasdan har doim demak oldinga intilish, bu aynan o'sha muvaffaqiyatli tadbirkorlar xislati hisoblanadi. Moslashuvchanlik bu ham eng kerakli xislatlardan bittasi. Bozor sharoitlari va mijoz talablari juda ham tez o'zgaradi va unga siz qanchalik tez moslasha olishingiz sizni biznesingizni saqlab qolishingiz yoki qolmasligingizni belgilab beradi. Misol uchun oldin 2017-2018-yilda hamma kutardi, to'g'rimi? Sentyabrda o'quv markazi sezoni bo'ladi, o'quvchi yig'iladi. Haqiqatda sentyabr oyida ko'p patok kelardi, o'shanda ko'proq o'quvchi o'quv markazlarida to'lardi. Lekin menimcha bu narsaga ko'pchilik amin bo'ldi. O'tgan yil sentyabrda bu narsa bo'lmadi. Ya'ni bozordagi tendensiyalar, odamlarning talablari, o'quv markaziga yoki ta'limga bo'lgan ehtiyojlari yildan yilga yoki men aytishim mumkin, o'sha yilida 2 marta ham bu narsa texnologiyaning hisobiga, onlayn zapusklarning hisobiga, darslarning hisobiga bu narsa o'zgarib ketyapti. Shunga qanchalik moslashuvchansiz, shu narsani o'zingiz uchun bir savol bering. Intizom va bardoshlilik. Biznesda siz o'sha stabilni, barqaror o'smoqchimisiz, sizga intizom va bardoshlilik kerak. Men bu gapni juda ham ko'p aytaman. Bu raqobatda kim yutadi? Bu raqobatda tirik qolgan odam albatta yutadi. Men o'zimni faoliyatimga qaraydigan bo'lsam, men yillar davomida erishgan muvaffaqiyatlarimizni asosiy faktorlardan bittasi bu o'sha karantin bo'lganda ham biz chidab harakat qilganimiz, onlayn darslarni yo'lga qo'yganimiz yoki bizga umuman bir notanish bo'lgan bog'cha va maktab sferasiga qanchalik qiyin bo'lmasin kira olganimiz, bu aynan o'sha muvaffaqiyatga erishganimiz bitta faktor deb bilaman. Xuddi shu uchun ham sizlarga tavsiyam albatta intizomli bo'linglar. Bitta narsani plan qildingizlarmi, oxirigacha shu narsaning shartlarini bajaringlar va bo'ladigan qiyinchiliklarga albatta bardoshli bo'linglar. Bu qisqacha men qanaqa qilib ta'lim biznesiga kirib kelganim va jarayonda boshimdan kechirgan qiyinchiliklarim, sinovli kunlarni o'tkazganligim haqida bo'ldi. Endi bo'lsa eng muhim qismi, ya'ni xususiy maktab ochishdagi qadama-qadam strategiyani sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Sizlarga 10 ta qadamni ko'rsataman. Har bittasi juda ham muhim. Yana aytaman, o'zlaringizga konspekt qilib yoki kerakli joylarini o'zlaringizga skrinshot qilib ketishlaringiz mumkin. Birinchisi, xususiy maktab ochmoqchisiz. Elementar, hozir ko'pchilik nima qiladi? Birinchi borib bino tanlashadi yoki bilmayman, xususiy maktab ochmoqchi bo'lsa, birinchi narx 5 million, 6 million qilaman degan bir farazlarni qilishadi-da. Bundan birinchi navbatda o'zi bozorni tahlilini
qilishimiz kerak ekan. Bu nima degani? O'sha siz deylik Xorazmda, siz Qoraqalpog'istonda, siz vodiyda maktab qurmoqchisiz. Hududdagi o'sha ta'limga bo'lgan talabni o'rganing. Ya'ni u yerda nechta davlat maktabi bor? Bu davlat maktabida nechta bola o'qiydi? Demak, shu narsalar bu yerda juda ham muhim. Bundan tashqari boshqa xususiy maktablar qaysilar? Ularning narxlari qanaqa? Ularni ustunlik tomonlari qanaqa? Nima uchun odamlar o'tga imini bolasini beryapti? Lokatsiyasi qulaymi yoki qanaqadir bir o'qituvchisi bormi? Shu narsalarni tahlil qilishingiz kerak bo'ladi va albatta ulardan o'tib ketish uchun siz qaysi segmentni tanlamoqchisiz va o'sha ota-onalarni maktabga bo'lgan ehtiyoji qanaqa? Shu narsani ham o'rganishingiz kerak bo'ladi. Men sizlarga qisqacha statistika tayyorlaganman. Ya'ni butun O'zbekistonda bugungi kunda bizda qariyb 40 million, ya'ni 37,5 million aholi yashaydi. Va 2024-yilda sizlarga aytganimdek, O'zbekistonda o'rtacha tug'ilishlar soni 926 mingta, ya'ni bu qariyb 1 millionta bola yiliga tug'ilyapti. Bu juda ham katta demak raqam hisoblanadi. Bu yerda yana statistikada O'zbekistonni 36% aholisi, 36%. Tasavvur qilinglar, bu 3 dan 1 qismi 18 yoshgacha bo'lgan bolalar, ya'ni bu aynan o'sha bog'cha, maktab yoshidagi bolalar hisoblanadi. Endi bu narsani siz o'zingizning hududingizda, ya'ni o'zingizning viloyatingizda yoki o'sha qaysi tuman, shahar bo'ladigan bo'lsa, o'sha statistikalarni internetdan qidirib, topib ko'rishlaringiz birinchi navbatda shundan kelib chiqib turib, bozorni tahlil qilishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin mana o'sha bozor tahlil qildingiz, menimcha xususiy maktab joylashgan joyi bo'yicha menimcha davlat maktabi bor ekan, bozor mamlaqa ekan, bozor hajmini hisoblaganingizdan keyin ikkinchisi bu konsepsiya va ta'lim dasturini ishlab chiqish. Ya'ni siz maktabingizni yo'nalishini nima qilmoqchisiz? Ingliz tilidir, biologiyadir, ximiyadir yoki xalqaro maktab qilmoqchidirsiz yoki o'zimizning milliy dasturdan o'tmoqchidirsiz. Shuni belgilab olishingiz kerak bo'ladi. O'qitish uslubi va innovatsion yondashuvlar. Qay uslubda o'rgatmoqchisiz? Misol uchun darslarning ketma-ketligi, joylashuvi, qo'shimcha to'garaklaringiz qanaqa bo'ladi? Va undan keyin o'quvchilarni qabul qilish mezonlari va sinflarning sig'imlari. Misol uchun deylik, sinfingizni 20 kishilik qilmoqchimisiz, 15 kishilik qilmoqchidirsiz yoki bilmayman 30 kishilik maktablarni ham ko'rganman. Ya'ni shu narsalarni, maktabning konsepsiyasini o'tirib, aniq chizib, belgilab olishingiz kerak bo'ladi. Misol tariqasida men o'zimizning maktabni ko'rsatganman bu yerda. Demak, misol uchun bizda asosiy ixtisoslashuvimiz bu ingliz tiliga va IT ga ixtisoslashgan. Bizning maktabimizda demak aniq qilib bu yerda berganmiz, ko'rishlaringiz mumkin. SAT, IELTS va IT. Qo'shimcha darslar, ya'ni shaxmat, robototexnika bor, xitoy tili bor va qo'shimcha sport to'garaklari bor. Bundan tashqari qiziqarli tadbirlar har oy, demak bolalarga biz o'sha nima deydi, bir grafik qilib beramiz. Mana sentyabrda mamlaqa tadbirlar, oktyabrda mamlaqa, noyabrda bunaqa deb yil boshi demak bizda o'sha jadvallari bo'ladi. Bundan tashqari 4 mahal ovqat, misol uchun, va oxirida sport mashg'ulotlari. Demak, bu qisqacha bizning maktabimizning konsepsiyasi. Sizning maktabingiz konsepsiyasi qanaqa bo'ladi? Darsi o'zbek tilida bo'ladimi, rus tilida bo'ladimi? Shuni aniq qilib, u detalni, qancha detalni yozadigan bo'lsangiz, shu orqali siz keyingi etaplarga o'tishlaringiz mumkin. Keyingi etap qanaqa? Biznes reja va moliyaviy modelni tayyorlash. Yaqinda ham tadbirkorimiz keldilar. Men investor bilan ishlamoqchiman, menga biznes reja qilishga yordam bering deb aytibdilar. Lekin men so'rayapman, maktabingiz nimaga ixtisoslashgan bo'ladi? Qanaqa qo'shimcha to'garaklar bo'ladi? Necha soat qaysi to'garakni qo'yatsam bilmayman deb aytibdilar. Bilmaydigan bo'lsangiz, uni qanaqa qilasiz? Ya'ni biznes rejani tuza olmaysizlar. Sizlar necha soat dars bo'lishini bilmasangiz, qaysi fanlardan qaysi o'qituvchi necha pul olishini bilmaydigan bo'lsangiz, yoki bo'lmasam deylik siz tam sportga ixtisoslashgan yoki meditsinaga ixtisoslashgan maktab qilmoqchisiz, maxsus o'zini o'sha biologiya, ximiya, har xil o'sha instrumentlari bilan xona qilishingiz kerak-da. Chunki ustunlik tomoni shu. Lekin unga ketadigan xarajat smetani siz bilmaysiz. Siz biznes reja tuza olmas ekansiz. Shuning uchun ham ochiq va aniq moliyaviy rejalarni tuzish, ya'ni meni maktabim necha o'rinli bo'ladi, demak u necha puldan bo'ladi, hammasini hisoblab chiqishingiz kerak bo'ladi va dastlabki investitsiya miqdorini hisoblash. Ya'ni bu o'sha smeta qilishingiz kerak. Remontga qancha ketadi, mebelga qancha ketadi, texnikaga qancha ketadi, o'quv to'lovlari va xarajatlarni balansini belgilash. Ya'ni oylik meni to'lovim 4 million va meni bundan xarajatlarim demak, o'qituvchiga oylik beraman, kommunalka to'layman, yoki deylik ijara to'layman yoki qo'shimcha boshqa xarajatlarim, tadbir xarajatlari bo'ladi deb, demak buni balansini chiqarishingiz kerak bo'lar ekan va rentabillik va daromad prognozi. Ko'pchilik
mana shu narsani qilmaskan, ya'ni qanchalik sizni biznesingiz rentabel yoki necha foiz o'sha daromaddan marjinali sizda qanaqa yoki siz bir yilda shu maktabda necha pul topmoqchisiz. Ko'p bo'ladigan holat kelishadi, mani maktabim 400 o'rinli bo'ladi, narx 3 milliondan bo'ladi, 1 milliard 200 bo'lar ekan. Shundan endi masalan kamida men 20-30% foyda qilsam ham 200-300 million foyda qilar ekanman deb xom, ya'ni hisoblashadi va ishni boshlashganda unaqa chiqmaydi. Ya'ni u yerda deylik qarzdorliklar bo'ladi, pulini qaytarib olmoqchi bo'lganlar bo'ladi yoki yillik yarmidan qo'shiladigan o'quvchilar bo'ladi. Ko'p narsani hisobga olishmaydi. Shuning uchun boshlanishida to'g'ri bu narsaga bir hafta vaqt yetmas, lekin qancha siz boshidan to'g'ri o'sha hisob-kitob qilib yillik prognozni, ya'ni yiliga qancha pul topaman degan savolga javob topadigan bo'lsangiz agar, ertaga sizda qanaqadir surprizlar bo'lmaydi. Undan tashqari yuridik masalalarni hal qilish, maktab uchun ruxsatnoma va litsenziya olish, ya'ni bilasizlar, maktab va bog'cha ochishga litsenziya talab qilinadi. Litsenziya olish uchun siz mana shu binoni bo'lish, xodimlarni olish, mebel, texnika hamma narsa qilib bo'lganingizdan keyin siz litsenziyaga topshirishingiz mumkin va bu ham o'sha 1,5 oydan 2 oygacha vaqt oladi. Demak, buni ham hisobini olib qo'yishingiz kerak bo'ladi va o'sha MCJ ochish misol uchun, bu yerda yana misol uchun yuridik masaladan tashqari soliq masalalari bor. NDSli qilaymi, NDS qilaymi, qanaqa ligotalarim bor degan narsalarni ham bila olishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda mana men litsenziya bo'lishga rasmim qo'yganman, chunki birinchi litsenziya ham hozir sizlarda qanaqa tuman bo'lgan bo'lsa, mana birinchi litsenziyamni olayotgan paytimda menda ham xuddi shunaqa tuman bo'lgan. Qayerga topshiraman, programmani qanaqa qilaman, nima qilaman degan savollar bo'lgan. Lekin mana Xudoga shukr, uje 3-maktabimiz bor. Uje bu narsa menga ancha oson bo'lib qoldi. Demak, litsenziya olganingizdan keyin sizga o'sha ERP baza, ya'ni davlat tomonidan sistemaga dostуп beriladi. Keyin siz o'tga boshqa maktabdan kelayotgan o'quvchini o'zingiz sistemangizga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Binoni tanlash va infratuzilmani yaratish. Demak, bu nima degani? Hudud va joylashuvni aniqlash, bino qurilish va tayyorlash, binoni moslashtirish, sinfxonalar, laboratoriyalar, sport maydonlarini tashkil qilish. Bu ham juda ham muhim, chunki men o'ylaymanki 99% xususiy maktablar bugungi kunda ijaraga bino olishadi. Lekin bir xil maktablarga borgan paytimizda men ko'ramanki, binolarni juda ham bir noto'g'ri bo'lib qo'yishadi. Ya'ni yorug'likni noto'g'ri hisobga olishadi. Misol uchun yorug'lik chap tomondan tushishi kerak yoki har bitta bolaga 2 kvadrat joy ajratilishi kerak. Bu narsa aynan o'sha 80-qarorda belgilangan tartibda o'shanga muvofiq bo'lishi kerak bo'ladi. Mana men aytganman, belgilab qo'yganman o'sha sinf xonalarni planirovkasini. Shuncha ko'p tadbirkorlar bunga ahamiyat berishmaydi-da, o'zligi o'sha nima deydi, bir planirovkani olib ruchkada yoki kelib turib prorabga mana devor qo'yasiz, bu yerdan devor qo'yasiz deb qilishadi. Aslida bu narsani men o'ylaymanki, o'sha proyektchilar bilan ishlash kerak bo'ladi va to'g'riroq bo'ladi. Oldindan planlashtirsangiz agar har bitta kvadratdan unumli foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bu narsani bizlar maktabga kelganlar biladi. O'sha kichkina joylardan ham biz unumli foydalanishga harakat qilamiz. 6-inchisi kadrlarni yollash va o'qitish. Ya'ni bu ham o'zimning xatolarimni sizlarga aytdim. Kadrlarni tanlash ham bitta san'at. Agar siz maktab direktorini noto'g'ri tanlab qo'yadigan bo'lsangiz agar, demak, yillik o'rtasida sizda juda ham katta muammo bo'ladi. Chunki boshqa yaxshi direktor yillik o'rtasida o'zini maktabini tashlab sizga o'tmaydi. Shuning uchun ham yoz oylari aynan kadrlarni to'plash, yaxshi kadrlarni hunting qilish yoki ishga taklif qilish uchun juda ham zo'r payt. O'sha paytda o'tkazib olib yoki noto'g'ri kadr tanlab qo'ysangiz, shunaqa holatlar bo'ldiki, yillik o'rtasida direktor o'quvchilarni olib chiqib ketib qolgan yoki tashlab ketib qolgan holatlarida juda ham katta poteriya bo'lgan va o'sha maktablar yopilib ketgan holatlar ham o'tgan yil bo'ldi. Joylarni bizga taklif qilishdi. Nimaga? Chunki yillik o'rtasida o'quvchi yig'ish bu juda ham qiyin hisoblanadi va yana bitta narsaki, kadr tanlashni o'zi bitta narsa va u tanlagan kadrlaringizni menejment qilish, ya'ni boshqarish, ularni yil davomida treninglar o'tkazish ham bitta narsa. Buni ham oldindan o'sha zavochlaringiz, direktorlaringizni olganingizdan keyin nima qilishingiz kerak? Yil davomida o'tkaziladigan treninglaringizni, o'qitish dasturlaringizni to'g'rilab olishingiz kerak bo'ladi. Men bitta maktabni org strukturasini, ya'ni tashkiliy tuzilmasini berganman. Kimga kerak bo'lsa skrinshot qolinglar. Juda ham qiziq narsa. Mana bizning maktabimizda qanaqa? Misol uchun maktab direktoriga kimlar bo'ysunadi, marketing qayerda, HR qayerda, nima qayerda, hammasi shu yerda berilgan. 7-inchisi marketing va brend strategiyasi. Bu ham juda ham muhim hisoblanadi. Mebelni zo'r qilamiz, remontni zo'r qilamiz, kadrlarni zo'rini olamiz, lekin
biza bugungi kunda raqobatli bozorda brendimizni bir chiroyli qilmaydigan bo'lsak, chiroyli u narsani bir bozorda o'zini pozitsiyasini qo'ymaydigan bo'lsak agar, ota-onalar sizga ishonmaydi, chunki bozorda variant juda ham ko'p. Ya'ni siz bu narsani in-house qilishingiz mumkin, outsource ga berishingiz mumkin. Demak, bu narsalarni belgilab olishingiz kerak bo'ladi. Va bugungi kunda masalan холодный reklamalar bor. Qayerdadir bannerlar ishlaydi, qayerdadir flyerlar ishlaydi, qayerdadir blogerlar ishlaydi. Misol uchun shu narsalarni o'zingiz uchun belgilab olishingiz kerak bo'ladi. 8-chi bilishingiz kerak bo'lgan narsa o'quvchilarni jalb qilish va qabul qilish. Ya'ni qarang, brend qildingiz, komandani yig'dingiz, mebellarni qildingiz, jamoani yig'dingiz, hamma narsani qildingiz va eng muhim qismi bu yerda o'sha o'quvchilarni jalb qilish va kelgan o'quvchilarni ushlab qolib, ularga prodaja qilish hisoblanadi. Ya'ni qabul jarayonlarini to'g'ri qo'ya olishingiz kerak bo'ladi. Bunda demak, har bitta bolani xususiy maktab ekanman deb turib ovurish kerak emas. Albatta ular bilan suhbat qilish kerak. To'g'ri kelgandan keyin o'sha bolani maktabingizga olishingiz kerak bo'ladi. Bunda misol uchun ochiq darslar qilsangiz bo'ladi, misol uchun yoki kelgan bolalarga, zo'r o'qiydigan bolalarga deylik olimpiadalar taklif qilishingiz mumkindir. Qanaqa demak narsalarni taklif qilasiz va buni qanaqa qilasiz, shuni belgilab olishingiz kerak bo'ladi. 9-si maktabni boshqarish va uni rivojlantirish. Ko'pchilik maktablar mana ochilganiga 1 yil bo'ladi, 2 yil bo'ladi, bitta filial, ikkita filial qilishadi, lekin sekin maktabning o'zini urovini tushib ketaveradi. Chunki ko'proq g'oliblik bu ya'ni anaqa sprint emas, marafonga o'xshaydi. Ya'ni qanchalik siz o'sha narsani o'zingizda ushlab qola olasiz. Bu uchun ta'lim sifatini doimiy ravishda yaxshilab borishingiz kerak. O'zingizni demak boshqaruvingizni raqamli texnologiyalardan foydalanishingiz kerak va doimiy ravishda ota-onalar va o'quvchilar fikrini eshitib, demak maktabingizda yangilik, innovatsiyalarni qo'yib borishingiz kerak. Aynan shu narsani biz qilyapmiz. Mana ijtimoiy tarmoq orqali ko'ryapsizlar, xususiy maktablardagi eng o'sha yangi trenddagi yangilik narsalarni birinchilardan bo'lib biz chiqaryapmiz. Va 10-si va oxirgisi kelajakda rejalar va kengayish. Albatta siz bitta maktab ochib bo'ldi, mana shu menga yetadi deydigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan 4 yil, 5 yilda siz xususiy maktab bozoridan chiqib ketishingiz mumkin. Chunki raqobat kuchaygan sari siz kengayishni o'ylamaydigan bo'lsangiz, maktabingizni yaxshilashni o'ylamaydigan bo'lsangiz agar, ertaga yaxshi maktablar, yaxshi tashkilotlar albatta sizni pirogingizni olib qo'yadi. Mana shu o'quv markazlarini bilaman. Ochilganiga 10 yil, 12 yil bo'lgan, lekin bugungi kunda o'quv markazlari sekinlik bilan yopilib ketyapti. Nimaga? Chunki vaqtida ular o'zini rivojlanishga investitsiya qilmadi, masshtab bilimlar qilmadi, kuchli komandani yig'madi. Va bu uchun nima kerak? Hammasiga pul kerak. Moliyani to'g'ri yo'naltirmadi. Shuning uchun ham bugun juda ham bir qiyin ahvolda. Katta ehtimol bilan men sizlarga aytaman, xususiy maktablarda ham aynan shu o'quv markazida bo'lgan tendensiyalar albatta keladi. Endi sizlarga bu video darsi oxirida bitta maxsus taklifim bor. Taklif albatta eshitib ko'ringlar. Menimcha xususiy maktab ochaman deydiganlar uchun, xususiy maktab borlar uchun bu taklif juda ham qiziq bo'ladi. Bu taklif nima? Ta'lim biznesingizni keyingi bosqichga olib chiqishga yordam beradigan 1 oylik offline kurs. Bilasizlar, o'tgan yili shu fevral oyida 1 kunlik trening qilganman. Treningga 600 tadan ortiq odam kelgan va undan keyin ko'pchilik mendan 1 oylik offline kurs qiling, o'sha bog'cha maktab ochishni oldan o'rgatadigan degan bir taklifga tushdi. Lekin maktab va bog'cha filiallarimizni ko'p ochish rejamizda bo'lganligi uchun men ulgurmagandim. Yana shu narsa yana qaytyapti. Ya'ni bizga mentorlik qiling, o'rgating deydiganlar uchun aynan demak shu kursni biz tashkil qilyapmiz. Nima uchun aynan bu mentorlik dasturi va bu qachon va qayerda bo'ladi? Bu bizani o'sha glavniy ofisimiz joylashgan maktabimizda, Thompson maktabida bo'ladi. Qaysi oyda bo'ladi? Aprel oyining 2-yarmida biz kursimizni boshlashni reja qilib turibmiz. Nima uchun aynan aprelda? Chunki bilasizlar, bu aynan bahor va yoz oyi xususiy maktablarni ochish sezoni hisoblanadi. Siz aynan shu oyda harakat qilib ochadigan bo'lsangiz, ocha oldingiz. Yil o'rtasida o'zingiz maktabingizni ocha olmaysiz. Chunki yil o'rtasida o'quvchi to'plab bo'lmaydi. Bu ayni muddao bo'ladi. Kursda o'rgangan narsalaringizni o'rganib, borib praktikaga tatbiq qilasiz. Endi kelinglar, o'zi 1 oylik kursda nimalar bo'ladi? Kurs, ya'ni mentorlik kursi dasturi qanaqa tashkil topgan? Bizning mentorligimizda 7 ta dars bo'ladi, 7 ta modul bo'ladi. Ya'ni bu 7 kun. Qatnashish soni 20 ta qatnashchini qabul qilamiz. Chunki bu mentorlik bo'lgandan keyin har bitta narsani sizlar bilan yaqindan individual ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Darslarning davomiyligi 6 soat bo'ladi. Ertalabdan o'sha kechki payt 5-6 gacha.
Kursi davomiyligi 4 hafta, ya'ni 1 oy davom etadi. Darslarimiz shanba yoki yakshanba kunlari bo'ladi. Ya'ni bu degani o'sha 7 ta shanba, yakshanbaga to'g'ri kelyapti. Kurslarning modullari bilan qisqacha sizlarni tanishtirib o'taman. Menimcha juda ham bir aktual o'sha mavzularni tanlab bu yerda kursga qo'shganman va aynan o'sha ketma-ketligi ham o'sha yangi maktab ochmoqchi bo'lgan odamga ham yoki maktabini keyingi bosqichga olib chiqaman, filial qilaman, kengayaman degan odam uchun ham bir mos qilib yozib chiqqanman. Birinchisi bu xususiy maktab konsepsiyasi, ya'ni g'oyadan harakatga deb nomladim. Bu yerda xususiy maktab konsepsiyasini ko'rib chiqamiz. Daromadli maktab, xarajat, investitsiya. Demak, 7 ta modul, bitta-bitta kelinglar, har bitta modulni ichini sizlarga ko'rsatib beraman. Birinchi darsimizda aytdimki, xususiy maktab konsepsiyasi va g'oyadan harakatga, ya'ni ko'pchilikda g'oya bor, shuni qanaqa harakatga keltirsa bo'ladi. Ya'ni men birinchi qadamni qanaqa tashlashim kerak degan savolga bu yerda birinchi modulda javob topasizlar. Ya'ni ta'lim biznes modelini yo'nalishi aniqlash, brend va unique selling propositionlarni, ya'ni sizni unikal tomoningizni qilish, maktab quvvatini strategik rejalashtirish, lokatsiyani tanlash yoki o'sha interyer dizaynlarni qanaqa qilishingiz kerak yoki wow faktorlarni qanaqa qilishingiz kerak. Ya'ni 7-8 ta narsani kun davomida sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Undan tashqari qo'shimcha texnikalarni sizlarga ham o'rgatish reja qilganman. Ya'ni bu o'sha design thinking deb aytadi birinchisini, ta'lim modelini innovatsion qilib yaratish, ya'ni nima innovatsiya qilishingiz kerak boshqalardan o'tib ketish uchun o'sha hududda. SWOT analiz, bozor va ichki resurslarni baholash va customer discovery texnikalarini sizlarga o'rgataman. Bundan tashqari bonus sifatida o'sha bizning xususiy maktabimizni to'liq ekskursiyasi va boshqaruv ofisimizga ham to'liq meni o'zim tomonimdan sizlarga ekskursiya bo'ladi. Ikkinchi modulimizda daromadli maktab, ya'ni xarajat, investitsiya va rentabillikni qanaqa qilib hisoblash, qanaqa qilishingiz kerak, shu narsani ko'ramiz. Raqobatchilar bozorini chuqur tahlil qilish, ijara va kapital xarajatlarini optimallashtirish, narxlash strategiyasi, moliyaviy model tuzish va unit ekonomikalarni ko'rib chiqamiz. Maktab biznes modelini monetizatsiya qilish, ya'ni sizni qanaqa qilib o'sha maktabdan tashqari qanaqa yana sizda pul olib keladigan joylar bor maktabda, o'zimizdan tajribamizdan kelib chiqib bu narsalarni ham sizlarga aytaman. Qo'shimcha texnikalar, ya'ni break even analysis, nolga chiqish, moliyaviy barqarorlik nuqtasini aniqlash tayyor shablonlari beriladi va ya'ni yillik sizlarda finansiy, moliyaviy rejalashtirish, prognoz qilish shablonlarini ham sizlarga beraman. Bu yerda bonus sifatida sizlarga oylik va yillik moliyaviy rejani o'sha hisoblaydigan kalkulyatori shablon sifatida tayyor qilib beriladi bonus sifatida. Demak, birinchi haftada shuncha narsani bitta haftani o'zida ko'ramiz va birinchi haftada nima natija olasiz? Bozor tahlili va biznes modeli, brend strategiya va moliya reja bilan aniq yo'nalishga ega bo'lasiz va maktabni ochish uchun tayyorgarlikni boshlaysiz. Ya'ni o'sha birinchi darsni o'zida sizda tushuncha bo'ladiki, ya'ni birinchi haftani o'zida men o'sha boshlash uchun birinchi qadamni nimadan boshlashim kerak, menga qancha pul kerak yoki birinchi xarajatlarim qanaqa degan narsalarga o'zingizda javob topasiz. Maktabni moliyaviy jihatdan barqaror daromadli biznesga aylantirish uchun aniq strategiyaga ega bo'lasiz. Ya'ni maktabimdan bir oyda necha pul topaman va yil davomida meni daromadim shu maktabdan qancha bo'ladi, shu narsani bila olasiz. Uchinchisi, kuchli jamoa, samarali tashkiliy tuzilma tuzish va KPI. Shu narsani ko'rib chiqamiz. Bu yerda nimalarni ko'ramiz? Maktab tashkiliy strukturasini ishlab chiqish, lavozimlar bo'yicha konsepsiya va javobgarlikni aniqlash, ya'ni job descriptionlar va responsibilities, HR jarayonlarini avtomatlashtirish va optimal ishchi kuchini shakllantirish, maosh va KPI tizimini shakllashtirish, maktab ichki madaniyatini, ya'ni ichki qadriyatlaringizni to'g'ri qo'yish, xodimlarni rag'batlantirish, o'quvchini ma'lumotlarini boshqarish va tizimli monitoring, ya'ni bu o'sha ERP sistemalarni yoki ichki sistemalaringizni qanaqa boshqarishingiz kerak. Bu narsalarni ham sizlarga o'rgatamiz. Jamoaviy muhit yaratish va retention strategiyalari, ya'ni qanaqa qilib siz jamoa a'zolaringizni uzoq yil siz bilan ishlashiga olib bora olasiz. O'qituvchilar malakasini oshirish uchun treninglar va darslar, ish jarayonlarini avtomatlashtirish, kadrlar boshqaruvi va yetakchilik bo'yicha demak sizlarda o'tda darslar bo'ladi. Qo'shimcha texnikalar, Agile va Scrum, ya'ni tezkor va samarali boshqaruv usullari, OKR va KPI, natija va samaradorlik ko'rsatkichlarni baholaydigan texnikalar, delegatsiya va vakolat topshiriqlar, rahbar sifatida samarali ish tashkillashtirish bo'yicha qo'shimcha alohida texnikalarni ham sizlarga o'rgataman va bu darsimizda sizlarga bonus sifatida xodimlar bilan shartnoma
ni tayyor shablonlar, ya'ni nima do'gur qilishingiz kerak xodim bilan, shu narsa sizlarga tayyor shablon sifatida beriladi. 4-modulda ota-onalarni ishontirish san'ati, ya'ni bu yerda marketing va brendni to'g'ri ishlatish haqida bo'ladi. Birinchisi brend identifikatsiyasi, ya'ni vizual kommunikatsiyalarni, ya'ni brendingiz logotipingiz qanaqa turishi kerak, nima bo'lishi kerak. SMM va ijtimoiy tarmoqlarda marketing strategiyalari, ota-onalarni jalb qilish uchun content marketingi, reklama va sotuvlarni avtomatlashtirish, ta'lim brendi va mijozga yetkaziladigan qiymat, ya'ni value propositionlarni ko'rib chiqamiz. Maktabni content marketing strategiyasi, nima uchun va qanaqa postlar qilishimiz kerak, qanaqa contentlar qilishimiz kerak va search engine optimization deydi, SEO va Google reklamalari, xususiy maktabingizni onlayn topiladigan qilib qilish, ya'ni veb-saytlaringizni qanaqa qilishingiz kerak. Даже shulargacha sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Qo'shimcha texnikalar bu yerda storytelling, neuromarketing, influence marketing, marketingga taalluqli brendingizni kuchaytiradigan 3 ta qo'shimcha texnika va bonus sifatida bu yerda mehmon spikerimiz bo'ladi. Bilasizlar, Faxriddin Dovurov, Vester marketingni asoschisi, bugungi kunda meni sherigim shu biznesda. Aynan qanaqa qilib maktabda marketing strategiyasini tuzish haqida, demak, bu modulimizning oxirida sizlarga trening o'tib beradi. Ikkinchi haftada oladigan natijalaringiz. Maktabni samarali boshqarish, kuchli jamoa shakllantirish va ichki jarayonlarni avtomatlashtirish bo'yicha aniq rejalarga ega bo'lasiz va shu rejalarni birga men bilan ishlab chiqasiz. Maktab bozorida to'g'ri joylashtirasiz. Raqamli marketing orqali mijozlaringizni jalb qila olasiz va ota-onalar bilan mustahkam aloqalar o'rnatish orqali aniq bilim va rejaga ega bo'lasiz. Bu ikkinchi haftamizning natijasi. 5-modulimizda samarali sotuv strategiyalari, mijoz oqimini oshirish. Ya'ni sotuv haqida ko'rib chiqar ekanmiz. Call markaz va mijoz aloqalarini optimallashtirishni ko'ramiz. Sovuq va issiq qo'ng'iroqlar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Mijozlar harakat xaritasini ko'rib chiqamiz. Call markaz xodimlari uchun sotuv skriptlarini birga tuzamiz. Mijozlar psixologiyasi, ya'ni ota-onalarni ro'yxatdan o'tkazishga ishontirish, ya'ni kelgan odamni qanaqa kutib olib, nima qilishingiz kerak, shu narsalarni ko'ramiz. Sotuvni avtomatlashtirish, ya'ni bu o'sha call markazi tuzish yoki Bitrix 24 qanaqa qo'yishingiz kerak, shulargacha ko'rib chiqamiz. Sotuv va mijozlarni ushlab qolish strategiyalari, o'quvchilarga demo darslar va bepul taqdimotlar o'tkazish. Shularni qanaqa yo'lga qo'yishingiz kerak, bu darsimizda ko'rib chiqamiz. Qo'shimcha texnika sifatida o'sha sovuq va issiq qo'ng'iroqlarni strategiyalarini va funnel analysis deb aytadi, mijozlarni jalb qilish bosqichlarini, ya'ni voronkalarini optimizatsiya qilishni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu darsimizda mehmon spikerimiz Davronbek Turdiyev bo'ladilar va sizlarga, bilasizlar, o'zi Instagramda 400 mingtadan ortiq o'zlarining obunachilari bor va shaxsiy brend qanaqa qurish bo'yicha kichkina sizlarga master klass ham shuni ichiga bonus sifatida kirib ketadi. 6-modulda litsenziya, soliq va yuridik masalalarni ko'rib chiqamiz. Bu nimalar kiradi bu darsimizga? Xususiy maktab uchun litsenziya olish jarayoni, ya'ni qadamma-qadam nima qilishingiz kerak litsenziya olish uchun, soliq strategiyasi va xarajatlarni optimallashtirish, nima soliqlardan ozod qilingan yoki qanaqa qilib soliqlarni tejab qolish orqali pulingizni 100% belida ham katta daromad qilsangiz bo'ladi. O'quvchilar bilan shartnomalar qanaqa tuzishingiz kerak, ertaga sizda muammo bo'lmasligi uchun. Davlat grantlari, ya'ni davlatdan qanaqa subsidiyalar olsa bo'ladi, shularni ko'rib chiqamiz. Maktabning yuridik formati, ya'ni MCJ qilganingiz yaxshimi, nodavlat masalan muassasasi qilganingiz yaxshimi yoki xususiy tadbirkor sifatida qanaqa soliq va qonuniy imtiyozlaringiz bor, bularni ko'ramiz. Shartnomalar va huquqiy himoya, ya'ni ota-onalar, o'quvchilar, xodimlaringiz bilan qanaqa shartnoma tuzishingiz kerak, bularni ham bitta-bitta sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Qo'shimcha texnika bu yerda, demak, upsell and cross-sell, ya'ni qo'shimcha xizmatlar orqali daromadni oshirish. Maktabingiz bor, maktabda maktab pulidan tashqari, ya'ni yana nimalardan daromad qila olasiz? Aynan shu darsda uni ham ko'rib chiqamiz. Bu yerda bonusimiz bor, bu yerda ham mehmon spikerimiz bo'ladi. Fayoz Baxtiyorov, ya'ni bular bizning o'sha eng global finansistimiz, to'g'ri MCJ ochish va bank masalalari bo'yicha sizlarga kichkina master klass qilib beradi. Bu ham shu yerda bonus bo'lib kirib ketadi. 3-haftadan oladigan natijamiz samarali sotuv strategiyalarini tashkillashtirib, mijoz oqimini oshirish va maktabda yangi o'quvchilarni jalb qilish bo'yicha aniq sizlarga tizimga ega bo'lasiz va shu tizimni kurs davomida o'zingiz qilasiz.
Maktabni qonuniy asosda yuritish, soliq strategiyalarini to'g'ri shakllantirish, moliyaviy imkoniyatlarni maksimal darajada optimallashtirish bo'yicha aniq yo'nalishga ega bo'lasiz. 7-chi va oxirgi modulimizda sarmoya va sherikchilik. Ko'pchilik tabiiy holat, menimcha ertaga kurs boshlagandan keyin men sherik qidiryapman, investitsiya qidiryapman, o'rgating deydi, lekin men bu narsani eng oxirida qo'ydim, chunki siz moliya masalalarini bilmasdan, boshqaruvni, jamoani bilmasdan turib, sherikchilik haqida o'ylashingiz kerak emas. Birinchi o'zingiz o'rganib olishingiz kerak. Xo'p, bu darsda nimalarni ko'ramiz? Hamkorlik shakllari, franshiza imkoniyatlari, ya'ni nima qilib turib kengaya olasiz. Davlat xususiy sherikchilik modelini ko'rib chiqamiz. Ta'lim startaplariga investitsiya jalb qilish, grant, subsidiya va investorlar bilan ishlash, franshising modeli orqali kengayish, ya'ni franshiza orqali qanaqa kengaya olasiz, sarmoya jalb qilish va investitsiya imkoniyatlarini o'rganish. Demak, 7-darsimizda shularni ko'rib chiqamiz. Qo'shimcha texnika sifatida sizlarga investorlarni ishontirish uchun taqdimot qilish. Bu narsa investor pitch desk deyiladi. Ya'ni investor bilan gaplashganingiz nimalar qilishingiz kerak? Shuni o'rgataman sizlarga. Shartnoma va sherikchilik strategiyalari, ya'ni qanaqa proporsiyada ishlashingiz kerak, qanaqa shartnoma tuzishingiz kerak, shuni o'rgataman. Biznes reja va moliyaviy model, ya'ni investor oldiga borganingiz, sherikni oldiga borganingizda qanaqa qilib siz yillik, 2 yillik, 3 yillik prognozlar berishingiz mumkin. Shu narsani sizlarga o'rgataman. Va bu yerda bonus sifatida 7-darsimizning oxirida albatta bitiruv kechasi va aynan shu kursda qatnashganligingiz haqida sizga sertifikat beriladi. Bu bonus sifatida sizga berilar ekan va 4-chi ya'ni hafta, ya'ni nima natija olasiz 7-darsdan? Maktabga sarmoya jalb qilish, investorlar bilan ishlash, biznesni kengaytirish bo'yicha aniq tizim va yo'nalishga ega bo'lasiz. Xuddi shunaqa 7 ta modulni biz 4 hafta, ya'ni 1 oy davomida sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu kursdan umumiy xulosa qilib aytganda siz nimalarni qo'lga kiritasiz? Men sizlarga yana boshqatdan qisqacha sanab beraman. Qaranglar. Birinchisi, bu 4 haftalik, ya'ni 7 ta modulga ega dars. Har bitta darsda sizlarga tayyor shablon va qo'llanmalar beriladi. Misol uchun LTV ni hisoblash, SWOT analizi, ishchilar bilan shartnoma, moliyaviy hisobotlar va boshqa juda ham ko'p bizda ishlagan, tayyor bizni ishlatayotgan tayyor shablonlar sizlarga beriladi. Mentorlar bilan ishlash. Ya'ni mendan tashqari sizda yana mentor bo'ladi. Demak, kurs davomida u mentorlardan ham savollaringizni so'rab, "Men buni qanaqa qilyapsizlar, buni qanaqa qilyapsizlar" degan bir kichkina jamiyat aka-uka sifatida o'tda ishlashga sizlarda sharoit bo'ladi. Va bonuslar aytib o'tganimdek 7 ta modul bo'lsa, 7 ta bonus bor. Har bir modul yakunida mehmon spikerlar bilan darslar va oxirida sizlarga aytdim, bitiruv kechasi va sertifikatga ega bo'lasiz. Va biz bu mentorlikni ta'limda million deb nomladik. Nima uchun? Nima uchun ta'limda million? Kelinglar, shu narsani sizlarga qisqacha tushuntirib beraman. Nima uchun aynan bu ta'limda million va bu mentorlikda aynan biz nima natija kutyapmiz? Qisqa vaqtda rivojlangan va daromadli ta'lim biznesi. Ya'ni deylik, siz aprel oyida kursni boshlayapsiz, may oyida tugatyapsiz. Sizda 3 oy 4 oy vaqtingiz bor, maktab ochib yurg'izish va o'sha qisqa muddat ichida siz maktabingizni daromadga olib chiqish. Va qisqa muddat deb aytganimda, mana hozir bu yerda ekranlaringizda turibdi. Bu Novzadagi maktabimizni biz 2 yil oldin may oyida birinchi marta Toshkentda maktabimizni ochganmiz va shu maktabimizning 1 yil ichida 400 ta o'quvchi to'play olganmiz birinchi yil o'zida va 80 ta xodim o'tda ishlayapti. Endi e'tibor beringlar, muhim joyi. Demak, 4 oy, 5 oy komanda bilan qattiq mehnat qilib bizga oyiga 30 ming dollar oylik daromad, ya'ni bu yiliga 250-300 ming dollarga to'g'ri kelyapti. Daromad olib keladigan biznesni qira oldik va bularni hammasini biz qancha oyda? 4 oyda qila oldik. Endi bu manziliga berayotgan mentorlik kursi bu sizga aslida xarajat emas, aksincha bu pulingizni tejaydigan va daromadingizni oshiradigan investitsiya hisoblanadi. Endi kelinglar, sizlarga yana bitta misol sifatida ko'rsataman. Shu tayyor bog'cha biznesini 120 ming dollarga olgan bo'larmidingiz? O'zingiz uchun o'ylab ko'ring. Tayyor bog'cha biznesi bor, kimdir sizga taklif qilyapti, mana shu biznes 120 ming dollar. Endi qaranglar, agar shu bog'cha biznesi yillik sizga garantiyasi bo'lsa, 100 mingdan 120 ming dollargacha daromad olib keladi desa, men o'ylaymanki siz hech ham ikkilanmasdan bu biznesni sotib olgan bo'lardingiz. Xuddi shunaqa, agar siz bilimingizga investitsiya qiladigan bo'lsangiz, agar
aynan shunaqa biznes qura oladigan bilimni, ko'nikmani, tayyor shablon va sxema strukturalarni o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Endi hozir qaranglar, sizlarda ikkita tanlov bor hozir. Birinchi tanlov, siz kursga kelasiz, o'rganasiz, kamroq xato qilasiz va birinchi yilning o'zida oyiga kamida hududingizga qarab, o'sha 15 mingdan 30 minggacha oyiga daromad olib keladigan maktabga ega bo'lasiz. Bu sizning birinchi tanlov. Ikkinchi tanlovingiz ham bor. Xatolar bilan mablag' yo'qotasiz va shu orqali tajriba orttirasiz. Xuddi men boshida 6 oy minusga ishlaganman yoki moliyamni to'g'ri taqsimlamaganligim uchun birinchi bir qismini bitirib keyin boshim urilib qilgan bo'lsa, xuddi shu jarayondan boshqatdan siz o'tasiz. Qaysi tanlovni tanlaysiz? 1 yoki 2? Endi o'zi bu dasturni men sizlarga aytayapman, lekin bu dasturda o'zi kimlarni kutaman? Hamma ham bu dasturga to'g'ri kelmaydi. Birinchisi o'quv markazi egalari va top menejerlar. Chunki ko'ryapsizlar, menimcha bitta Toshkentda emas, butun respublikada o'quv markazlarida tushish bor. Chunki ko'pchilik xususiy maktabga o'tyapti. Maktabga o'tmoqchi bo'lsangiz, bu kurs aynan siz uchun. Xususiy bog'cha egalari va boshqaruvchilari. Bog'changiz bor, maktabga o'tmoqchisiz. Siz ham kelishingiz mumkin. Xususiy maktabi egalari va direktorlari. Maktabingiz bor, masalan, 400 kishilik maktab, 200 ta o'quvchingiz bor, 200 ta bo'sh o'rningiz bor. Demak, sizda potensial daromadingiz juda ham katta pul yo'qotasiz yoki ishingiz yaxshi ketyapti, ikkinchi filial qilishga qo'rqyapsiz. Tizimlashtirmagansiz hali. Filial ochmoqchimisiz? Sizga ham to'g'ri keladi. Xususiy maktab ochmoqchi bo'lgan tadbirkorlar. Bir xil tadbirkorlar bor, taklif bilan chiqishyapti. Binoyim bor, ayolimga maktab qilib bermoqchiman yoki ukamga maktab qilib bermoqchiman deganlar bor, ular ham kelsa bo'ladi. Va xususiy universiteti borlar. Hozir xususiy universitet borlar ham bittasi menga konsultatsiyamga kelishda taklif bilan chiqishyaptiki, universitetimni qoshida maktab qilmoqchiman deganlar ham bor ekan. Xususiy universiteti borlar ham bemalol kelsa bo'ladi. Yoki ta'lim sohasidagi investorlar, ya'ni bilasizlar, investor odam har xil yo'nalishdagi investitsiya qiladi. Ta'lim yo'nalishi ham bugungi kunda juda ham bir katta daromad olib keladigan yo'nalish. Agar shunaqa investor bo'lsangiz, bemalol bu kursga kelsangiz bo'ladi. Dasturda kimlarni kutmayman? Ta'lim sohasida umuman qiziqishi yo'q yoki tajribasi yo'q. Bir xillar bor, umuman ta'lim sohasiga qiziqmaydi ham, puli bor. Biznes bo'lsa bo'ldi desa kerak emas, chunki sal o'zingizda ham qiziqish bo'lishi kerak. Kengayishni xohlamaydiganlar. Bir xillar bor, menga bitta filial bo'lsa bo'ldi, menga boshqa narsa kerak emas deb, demak, unaqa odamlarga ham bu bizani mentorligimizga to'g'ri kelmaydi. Aniq maqsadi yo'qlar. Ya'ni bir xillar bor, savol bilan kelishadi, nima xohlayotganini o'zi tushunmaydi-da. U kengaymoqchimi, o'quv markazini maktab qilmoqchimi yoki bog'chaga o'tmoqchimi? Ya'ni qachon qilmoqchi? Aniq maqsadingizni qo'ya olmagan bo'lsangiz, bu kurs sizga to'g'ri kelmaydi. Olgan bilimini amaliyotda qo'llashga dangasalik qiladiganlarga ham bu kursni tavsiya qilmayman. Chunki men xohlayotgan narsaki, siz keldingiz, shu kursda o'qidingiz, ertaga natija qiling. Mana hozir men bilaman, Toshkentning o'zida 2-3 ta maktabga biz zapus qilib berdik yoki oldingi biznes lunchdagi treningga kelgan shogirdlar bor. Maktab ochishgan. Men faxrlanib ayta olamanki, 200 ta o'quvchi qilishdi, 250 ta o'quvchi qilishdi. Bu yil yana filial ochmoqchi. To'g'risi men bu narsa meni ham rezultatim, meni ham natijam, shuning uchun amaliyotda imonni qo'llaydigan odam menga kerak. Endi qaranglar, har bir qatnashchini o'zim suhbat qilib olaman. Ya'ni qaysi qadamda bo'ladi? Birinchi bosqich, birinchi qadam ro'yxatdan o'tasiz, berilgan havola orqali to'liq faoliyatingiz haqida ma'lumot berasiz, ya'ni faoliyatingizni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qadam, biz sizga qo'ng'iroq qilib, Zoom yoki yuzma-yuz uchrashuv vaqtini belgilaymiz. Ya'ni o'sha yerda sizni yaxshiroq bila olishimiz uchun yoki ofisga kelasiz yoki Zoom orqali siz bilan bog'lanamiz. Uchinchisi, suhbat asosida saralab olamiz va sizga mos tarif beramiz. Chunki tariflarimiz ham har xil. Kimgadir misol uchun deylik, birinchi tarif, kimgadir 2, kimgadir 3. Sizni holatingizga qarab biz aytamiz. Okey, mana bu tarifni oling, mana bu tarifni oling, sizga maslahat beramiz o'zimiz. Va 4-qadam to'lov qilasiz va joyingizni band qilasiz. Endi yana bitta kuchli taklif men sizlarga bermoqchimanki, mentorlik kursida to'liq vazifalarni qilib, misol 100% qatnashdingiz, to'liq vazifalarni qildingizda va bilim ololmagan qatnashchiga men aytamanki 100% pulini qaytaramiz. Chunki biz o'zimizga ishonamiz, bundan ham oldin treninglar qilganmiz, o'sha zapuslar qilib beramiz. Berayotgan programmamizga, mentorligimizga 100% kafolat beramiz. Agar bilim ola olmaydigan bo'lsangiz, agar hamma vazifalarni qilib, sizga 100% biz pulingizni oxirida qaytarib beramiz. Bu sizlarga beradigan kuchli taklifimiz. Agar mentorlik kursi sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, biznesingizni qisqa muddat ichida
keyingi bosqichga olib chiqib daromadingizni bir necha baravariga oshirmoqchi bo'lsangiz agar hoziroq video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Mentorlik kursida ko'rishguncha.